Assalomu alaykum. Bugun yana C5dagi logistika sentriga keldik. Buni bir hafta bo'ldi o'tganimizga. Bir hafta oldin o'rnatdik. 12 kilovatli Solis inverteri. 20 kilovati BYD akkumulyatorlardan 5 kilovatdan 4 ta. Hozir bu zaryad olyapti. Prob uchun o'chirib qo'ydik. Hop, 98%. 2 kilovat bilan zaryad olyapti. Kompyuterlarga hozir ishlatilayotgani 2 yil 6. Zaryadkasi bilan 5 ga yaqin ketyapti. 100% ishlab turibdi, xudoga shukr. Hop, bu yerda biz har bitta akkumulyatorga bittadan avtomat DC qo'ydik. Chin firmani DC avtomatlari bo'lar. Har bittasiga bittadan sim tortib alohida qilib uladik. Kirish chiqishlari. Hop, Wi-Fi'imizni o'zini kabelida ulangan Wi-Fi'dan ulamadik. Bular tok transformatorlari. Hop, bu yerda men o'zi bir ozgina bardakini ko'rsatgandim, mana tok transformatorlari. O'tgan safar averni qo'ydik. Kirish chiqish toklarimizni Raspberry plus ajratib beruvchi. Mana shu 6 gacha bo'lgan har bittasida kompyuterlar bor. Kamera, video nablijeniyasi bor. Shularning hammasiga bu ishlaydi. Bundan tashqari kuxnya, sanuzel, boshqa xonalarning hammasiga o'sha отдельный qilib qo'yganmiz. Bunga mana bu yerda shitimiz bor, konditsionerlarimiz ham bor bu yerda. Alohida, mana bu yerda ham ikkinchi zalda konditsioneri bilan, ikkinchi zalda освещениялari alohida. Bular nimaga? Biz hozir bugun kelganimizda 100% faqat kompyuterni o'zini qoldirdik. Qolgan hamma texnikamizni davlat tokida bo'ladi. Davlat toki o'chganda bularning hammasi o'chadi. Kuxnyalar, sanuzellar hammasi. Kompyuterlarning hammasi yoqib turadi. Даже освещениеgacha o'chadi bu yerda. Shunaqa qildiki, ventilyator bilan освещение qoladi, konditsionerlar. Bu yerda 3 fazali konditsionerlarimiz bor. Yaqinlashtiramiz. 3 fazali konditsionerdan 2 ta, undan tashqari split sistemalardan 4 ta. Xullas, katta tok yeydigan hamma narsa o'chadi, освещениеgacha o'chadi. 100% ajratdik. Faqat kompyuterlar ishlaydi, mana shu ventilyatorlar ishlaydi. Qolgan hamma narsa o'chadi. Bo'ldi. Hozir davlat toki ulanganligi uchun bular ishlab turibdi hozirgi paytda. Bu xonada ham kompyuter ishlaydi, освещение o'chadi, konditsioner o'chadi. Mana bu narsalarimiz ham o'chadi. Xullas, ortiqcha tok hammasini olib tashladik, chunki bu logistika sentr, bu bilasizlar, kechqurun ishlaganning hisobiga bu quyosh panel ulamadik, chunki bizga asosiy kechasi svet o'chishi kerak emas. Amerika bilsanglar kunduz uxlaydi, kechasi ishga chiqishadi. Ana o'sha ishlaydigan paytida bundan biz tok olib, bu yoqqa yetkazib beramiz. Davlat toki ketganda. Bu yerda yana bitta fishkasi bor, oldingi safar ko'rsatuvdim. Mana orqa mahalla, oldi mahallada gapirdim. Misol bu bizning mahalladagi shit bo'ladigan bo'lsa, bu narigi mahalladan kelgan. Mabodo bu fazada o'chadigan bo'lsa, bundan ishlaydi, bundan o'chadigan bo'lsa, bundan ishlaydi. Bu bizdan oldin qilingan narsa. Chintda 250 amperlik averlari qo'yilgan. Xo'p, bu bizdan oldin qo'yilgan, lekin shunaqa bo'lyaptiki, butun rayonda o'chadigan bo'lsa, bu ikkalasi ham o'chadi. Shuni hisobiga biz buni qo'ydik. Rayonda o'chganda ishlaydi. Rayonda qaysi biriga ham tok keladigan bo'lsa, bunani o'zi avtomatik to'ldirib qo'yadi. Hozir mana bizda tok borligi uchun zaryadga olyapti. 98%, 1,5 amper bilan zaryad olyapti. Bu obyektni o'zi oldin topshirib, bir hafta oldin topshirib ketuvdik. Ikkita konditsionerni qoldiruvdik, chunki u yoqqacha sim tortib borish ancha qiyinroq bo'lgan edi. Hozirgi paytda shu patologlardan devorlar orasidan amallab sim bilan tok tortib bordik. Ularga отдельный davlatdan qilib, bu yerda avtomatlarga ulab qo'ydik. Hozirgi paytda ular ham shu davlatdan bo'ldi. Akkumulyatordan faqat kompyuter bo'ladi. Даже освещениeni ham akkumulyatorga o'tkazmadik. Albatta 40 ta kompyuter bor bu yerda. 40 ta kompyuter ekranidan tushgan yorug'ni o'zi yurishingizga hamma joyga yorug' qilib beradi. Shuning uchun faqat kompyuterlarning o'zi akkumulyatorda, qolgan hamma narsa davlat tokida. Endi u nimaga desanglar, akkumulyatorimiz bizda misol 4 ta 420 kilovat katta tok bo'lgani bilan hozir 5 soatga o'chadigan bo'lsa, 5 soatga yetib beradi. Lekin Amerika 12 soatcha baribir ish bilan shug'ullanadi. Bularga 12 soat tok kerak. Maksimal tok uzoqga yetib berish uchun. Bularda yana bitta narsa 7 soatga yetadi bo'ladi. Bir 10-15 ta kompyuter yana o'chib qo'yishadi. Shuni hisobiga 7 soat, 8 soatgacha cho'zsa bo'ladi. Bir amallab Amerika uxlaydigan paytigacha tokka yetkazib olsa bo'ladi. Bu obyektni ham har doimgidek Anvar aka bilan birga qildik. Yana shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Nomerimiz pastda siltada qoladi. Bemalol aloqaga chiqib qo'yinglar. Kimga quyosh paneli, kimga elektromobil zaryadkasi, ya'ni elektr sohasida uncha ish bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilavering. Qo'ldan kelgancha o'rgatamiz. Telegramda xohlasanglar borib o'sha yerda o'zimiz qo'yib beramiz. Narxlarni ham o'rta me'yorda chiroyli qilib beramiz.